Xorijda mehnat qilgan Buranovlar oilasi xonadoniga hokim yordamchisining chaqiruvidan so'ng qaytib keldi va 4 sotixlik maydonda issiqxonachilik bilan shug'ullandi, gulchilikni yanada kengaytirishga harakat qildi. Prezidentimiz tomonidan yaratilgan bu imkoniyatlar imенно gulchilar uchun yaratilganda juda ham xursand bo'ldik. Berilgan imtiyozlar, imtiyozli kreditlar va viloyat hokimining alohida topshirig'i asosida bunga 1 gektarlik yer maydoni ajratilib, hozirda mana bunday kattagina klasterni egasiga aylandi. Hozir 10 nafar ijtimoiy resurslar himoyachilarni ishga olgan va hozirda ishlab kelmoqda. Ularga 3,5 milliondan 4 million, 4,5 milliongacha o'suvchan oyligi bor.